Muallif Shamsinur. Zaynab, choy damlab keling, dedi qaynonam mehmonlardan biri meni maqtardi. Men oshxonaga kirdim. Choynakni suvga to'ldirarkanman, oynadan yana o'sha daraxtga ko'zim tushdi. Bir zumda yuragim hapqirib ketdi. Daraxt tagida kimdir turgandek tuyuldi. Soyami? Yo'q. Aniq kimdir. U sekin egilib yerga biror narsa qo'yayotgandek ko'rindi. Ichimdan sovuq yurdi. Choynakni yuvganimni ham unutdim. Qaynonam orqamdan kirib keldi. Nima? Karaxt bo'lib qoldingmi? Choy qani? Oyjon, daraxt tagida kimdir bor edi, dedim seskanib. U kulib qo'ydi. Yo'q qizim, u yerda hech kim bo'lmaydi. Faqat kimda kim. U to'xtab ko'zlarimga qaradi. Yo'q, hech nima. Yur, mehmonlar kutyapti. Uning ohangida bir sir bor edi. Ichimda tug'ilgan shubha kuchaya boshladi. Kechasi uxlab yotganimda yuragim g'ash edi. Murod yotog'ining bir chetida menga orqa o'girib yotgan. Men esa yostiqqa yuzimni yashirib, sokin yig'lab yotdim. Tashqarida it uvilladi. Qachon bu mavhumlik tugaydi? Qachon barchasini tagiga yetaman? Bu ketishda tashqariga ham chiqolmay qolaman-ku. Erimning mehrli bag'rini qumsasam-da, hozirda buni iloji yo'q. U meni ko'rarga ko'zi yo'q. Mana, orqa o'girib yotibdi. Ertasi tongda hushim yo'q uyg'ondim. Ko'zlarim osti ko'karib, boshim g'alati og'rirdi. Oshxonada isiriq hidi tutab ketganda, yuragim dukullab ketdi. Qo'rquv butun vujudimni qamrab oldi. Yana nimani boshladi ekan? Nega nonushta tayyorlamay qaqqayib turibsiz? Mani ushlang. Boring xonalaringizga ham tutatib chiqing. Gripp tarqagan. Isiriq grippni qirqadi. Noiloj isiriqni olib xonam tomon yurdim. Nuriya Murod uchun damlamani tayyorlab, grafinga solib qo'ydi. Meni shuncha urinishimni chippakka chiqara olmaysan. Men shunchaki indamay ketolmayman. Kelini yaqinlashgach, grafinni ko'rsatib gap boshladi. Buni Murod ichsin. Boshi ko'p og'riydi. Xo'p, meni ishim bor. Tezroq nonushtani tayyorlang. Ketaman. Qaynonam ketgach, grafinni ichidagini to'kib oddiy moychechak damlab qo'ydim. Ichimda bir g'alati tuyg'u bor edi. Go'yoki kimdir meni kuzatib turganday. Murod nonushta qilayotganda, men unga choy qo'yarkanman, grafinni olib yoniga qo'ydim. Bu sizga, bosh og'rig'ingiz uchun, dedim muloyimligi bilan. U bir oz ajablandi. Qayerdan topding buni? Onangiz berib ketdi, dedim qisqagina. U bir lahza ko'zlarimga qarab turdi-da, hech narsa demay grafindagi damlamani bir ho'plab ichdi. Ichim titrab ketdi. Axir ichidagi damlama endi men tayyorlagan oddiy giyoh edi. Agar qaynonam biror narsa qo'shgan bo'lsa-chi? U hech narsa sezmaganday ovqatlanishda davom etdi. Men esa ichimda minglab savollar bilan yondim. Shunda ko'chadan yana o'sha itning uvillagani eshitildi. Bu safar uvillash yuragimni tilka pora qildi. Negadir itlar juda bezovta bo'layapti. Ertalabki quyosh nurlari xonaga sochilib turganda, shunday yorug'likda ham ichimdagi qorong'ulik tarqamaganday edi. Tushga borib, qo'shnilarimizdan biri Mashhura opa yo'qlab keldi. U har doim salomga keladi, ammo bu safar yuragim shivurlaganday bo'ldi. Bu safar boshqa gap bor. Zaynab, bir og'iz gaplashsak maylimi? Dedi u meni chetga tortib. Albatta. Biz oshxonada stullarga joylashdik. Shu vaqt qaynisinglim yasangancha o'qishga ketdi. Shundan keyingina Mashhura opa gapini boshladi. Kechasi ko'chadagi daraxtlar istagida bir begona mashina to'xtaganini ko'rdim. Ichidan kimdir tushdi. Nima qilayotganini aniq ko'rmadim. Lekin qo'liga bir tugun ko'targan edi. Keyin tezda ketdi. Men qo'rqib derazadan uzoqlashdim, dedi u pichirlab. Yuragim yana gupillab urdi. Daraxt tagida dedingizmi?
dedim seskanib. U bosh irg'adi. Nega oyijonga aytmay yuribsiz? Ey, men aralashkim kelmaydi. Siz ham ogoh bo'ling qizim. Bugun ham o'sha yerga nimadir qo'yilganini ko'rdim, deya u yana derazaga qaradi. Men asta oshxona oynasidan qaradim. Daraxt tagida yer biroz kovlangan, usti biroz berkitilgan edi. Ich-ichimdan bir kuch meni o'sha yerga yetakladi. Shu kecha baribir borib ko'raman. Nuriya ham yoniga xorij kupyuralarini solib mamnun jilmaydi. Keyin telefonni olib, kerakli raqamga qo'ng'iroq qildi. Allo, go'shakni narigi tomonidan ovoz keldi. Nuriyaxon sizmi? Ha, opa men. Haligi masala bo'yicha qilyapman. Hozir vaqtim bor edi. Rasmlar tayyormi? Ha, kelavering. Nuriya telefonni o'chirgach taksi to'xtatdi. Bugun ham yana bir ikkitasini mushkulni yechib bersa, anavi kuni ko'rgan bilaguzukdan oladi. Nima? Shuncha mehnat qilyapti. Arzimaydimi? Kechasi soat 2lar atrofida hamma uxlab yotganda, men yengilgina kiyim kiyib, asta derazadan chiqdim. Daraxt tagiga bordim. Yuragim dod solayotgandek urardi. Qo'lim bilan ehtiyotlik bilan yerni kovladim. Nimadandir qo'rqardim, lekin orqaga qaytishga kech edi. Ichimda tinimsiz oyatal kursini aytib yurdim. Nihoyat yer ichidan bitta tugunchani topdim. Qora matoga o'ralgan. Qo'lim qaltiragancha uni ochdim. Ichida soch tolalari, xiragina surat va qandaydir notanish belgi bilan yozilgan qog'oz bor edi. Bu narsalarni begonalar qo'ymagani aniq. Qiziqmay men o'lay. Shartta anavi narsalarni kovlagan joyiga qo'yib, cho'ntagimdan gugurtni oldim-da, yoqib shartta derazadan qaytib kirdim. Yuragim yomon ham tez urardi. Xudoga shukr. Kimgadir qilingan sehr kuydi. Yondi. Xonamga kirib o'zimni yotoqqa tashladim. Erim hamon uxlardi. Ertaga qaynonam ketgach, bir yo'lni topib ona buvimni ko'rishga borishim kerak. Buvim ilmli inson, yechimini biladi. Nuriya endi kelinini qilib yurgan ishlardan shumlana boshladi. Bu oyimcha menga xalal beryapti. Yo'qotishni yo'lini qilishim kerak. Uff, nima balo o'tkirgina ekan bu. Uncha-muncha dosh bera olmaydigan amalga bu oddiy yuribdi. Yoki men bilmas nimadir bor ekanmi? Nuriya kelinini rasmiga qarab o'ylanib qoldi. Bu yerda aniq bir narsa bor. Shuncha vaqt bardosh berib yurishim mumkin emas. Yoki uni ham orqasi bormi? Odamlarim adasha boshlayapti. Undan qutulishni yo'lini Murodni yaxshilab bog'lashtir. Agar Murod uni haydamasa, o'zidan bilib chiqib ketmadi u. Necha marta qo'rqitaman deb ovora bo'lishdi. Yoki ishongan nimasidir bormikan? Nuriyani muammosi endi kelini bo'lib qolgandi. Nuriya oldiga kerakli narsalarni solib o'qiy boshladi. Keyin qora matoga solib kelinini ostonasi tagiga berkitib qo'ydi. Yumushlarimni bo'lib Murodga qo'ng'iroq qildim. Allo. Ha, nima deysan? Murodning qo'pol ovozi eshitildi. Murod aka, kecha tushimda buvimni ko'ribman. Kasal ekanlar. Ishlarimni bo'ldim. 2 soatga ruxsat bering, borib kelay. Men rad javobini kutgandim, ammo Murod yo'q demadi. Mayli, borib kel. Kech qolib ketma. Shkafda kechagi kostyumim cho'ntagida pul bor. Keraklicha ol. Rahmat Murod aka. Bir ham yaxshisiz. Xursand bo'lganimcha kiyina boshladim. Ketishga chiqaman deb ostonaga oyoq qo'yuvdim, negadir o'zimni behol sezdim. Bu oddiy holat emasdi. Eng qizig'i, ostona chetida taxtani siljitishgandek. Menga berilgan uy eshigi baland bo'lgani uchun ustalar yog'ochdan naqshinkor qilib zina yasashgan. Zinani surib tagini tozalab supurardim. Hozir zina sal siljigandek bo'ldi. Zinani yaxshiroq surib orqasini o'girdim. Ko'nglim sezibdi. Qora matoni uchi ko'rinib qolibdi. Qora matoni tortdim. Tagiga tiqib qo'yilgan ekan. Qo'lim qaltiragancha qora matoga o'ralgan tugunchani ochib chiqdim. Ichida bir necha soch tolalari, chirigan tuxum qobig'i,
sirli belgilarga to'la qog'oz va menga tegishli, lekin men hech qachon ko'rmagan suratim bor edi. Suratning orqa tomonida esa notoza so'zlar, g'alati chizgilardan iborat yozuvlar bitilgan edi. Ichimdan sovuq o'tdi. Bu oddiy tugun emasdi. Bu aniq sehr edi. Menga qilingan jodu. Oyoqlarim titrab, yelkalarim bo'shashib ketdi. Tugunchani yopa solib, yelim paketga solib tandirxonaga o'tdim. Tandir ichiga tugunni tashlab, ustidan benzinni quyib, gugurt chaqdim. Olov gurillab yonib tezda o'chdi. Shoshilgancha buvim tomon oshiqdim. Yo'ldan sarxil mevalar oldim. Buvim uyda bo'lsalar bas. Ming xayol bilan buvimni uylariga yetib kelganini bilmay qoldim. Buvim tog'amlar bilan yashardilar. Tog'am va kelinoyim chet elga ishlashga ketgan bo'lib, buvim 2 nabiralari bilan qolganlar. Eshikni sekin ochib kirdim. Buva, hozir. Buvimni mayingina ovozi eshitildi. Buvim hamon tetikkina edilar. Hattoki ko'zoynak taqmasdilar. Kim kelibdi bizni uyga? Voy, bo'ylaringga qoqindiq. Buvim meni ko'rib xursand bo'lib ketdilar. Bu jonim o'zimni. Buvimni quchib oldim. Zaynabim meni, yaxshimisan? Uyingdagilar yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Shukr. Yuribmiz bolam. Qani uyga kir. Yolg'iz keldingmi? Kuyov yaxshimi? Ha, o'zim keldim. Kuyovingiz ishda edilar. Biz buvimni uylariga kirdik. Dadam sabab ko'pga kira olmasdik. Ammo mehr oqibat doimgidek edi. U yoq bu yoqdan gaplashib o'tirgach maqsadga o'tdim. Buva, menga yordam bermasangiz bo'lmaydi. Tinchlikmi qizim? Uyda g'alati ishlar bo'layapti. Men buvimga barsini boshdan aytib berdim. Buvim yoqalarini ushladilar. Astag'firulloh. Qaynonang sehr ishlatadiganlardan ekanda. Bunaqalar jinlarga iymonini sotishgan bo'ladi. Ular voqealarni qanday biladi? Qandayam bilardi? Ular kelajakni taxmin qiladi. Jinni gapiga kirib, sen haqingda yoki kim haqida gapirish kerak bo'lsa, jinlari darrov ma'lumot to'plab kelib, uni qulog'iga aytib turadi. Unaqa odamni jinni o'zidan boshqaga ko'rinmaydi. Bolam, ehtiyot bo'l. Senga ziyon yetishidan qo'rqayapman. Buva, tog'amni asragansiz-ku. Sehrni qanday yechgansiz? Buni yo'li bormi? Eng avvalosi, jinlar iymoni zaiflarni yoki jindan qo'rqadigan odamlarni tezda egallab oladi yoki ularga ta'sir o'tkazadi. Ammo jinlardan qo'rqmaydigan, e'tiqodi kuchlilarni bo'ysundira olmaydi. Sehr qilish harom va gunohi kabiradir. Sehrni halol deb e'tiqod qilgan shaxs kofir bo'lishiga hamma fuqaholar ittifoq qilishgan. Hanafi, Maliki va Hanbali fuqaholar sehrni o'rganish harom va kufrdir deyishgan. Ba'zi Hanafiylar dushmanning sehrni qaytarish va er-xotinning orasini yaxshilash uchun sehrni o'rgansa bo'ladi deganlar. Kechasi chiqishga qo'rqayapman. Iymoning sustlashmasin. Qur'onni o'qib yur. Chorqulni, Oyatal kursiyni aytib yursang, namozda bardavom bo'lsang, senga zarari tegmaydi. Kuyovga ham namozni o'rgat. Buva, u kishi tilovatni ko'tara olmaydilar. Boshim og'riydi deydilar. Unda chatoq. Uzoq vaqt kurashishga to'g'ri keladi. Duolaringda qaynonangni to'g'ri yo'lga qaytishini so'rab duo qil. Men bir joyga yozib qo'ygandim. Hozir daftarimni topib olay. Senga aniq ma'lumot aytib beraman. Buvim o'rinlaridan turib tokchalarni ko'ra ketdilar. Buvim ilmli inson. Javonlarda kitoblar anchagina edi. Buvim har bir kitobni ko'rib, axiyri bir daftarni topdilar. Daftar rangi sarg'ayib ketibdi. Mana, topdim. Daftarni varaqlab menga kerak narsani topdilar shekilli. Yonimga o'tirib o'qishga tushdilar. Qizim, diqqat qilib o'tir. Gohida bandaga sehr va ko'z tegishi orqali ham
musibat yetadi. Shuning uchun musulmon odam mazkur ikki narsadan saqlanish yo'llarini yaxshi bilishi kerak. Saqlanish muolaja qilishdan ko'ra osonroqdir. Sehr va ko'z tegishidan saqlanish bir necha uslublar ila amalga oshadi. Tavhid ila ruhni tetiklashtirish. Borlikdagi barcha narsaning tasarrufini faqatgina Alloh taoloning o'zi qilishiga iymon keltirish. Yaxshiliklarni ko'p qilish. Sehrgarligi va ko'zi borligi ila mashhur bo'lgan odamlardan uzoqda bo'lish. Mening fikr va xayolim buvimni so'zlarida edi. Jon qulog'im bilan tinglardim. Allohdan sehr va ko'z tegishidan panoh so'rab, kerakli duo va zikrlarni o'qib yurish. Mazkur duo va zikrlar haq ekani va ularning foydasi borligiga iymon keltirish. Mazkur iymon qancha kuchli bo'lsa, ta'sir ham shuncha kuchli bo'ladi. Mazkur duo va zikrlarni aytganda qalbi hozir bo'lishi. Chunki g'ofil qalb ila qilingan duo qabul bo'lmaydi. Kunduzgi duo va zikrlar bomdod va kechkilari asr namozidan keyin aytiladi. Oyatal Kursi, Baqara surasining oxirgi 2 oyati, Ixlos surasi hamda Falaq va Nas suralari sehr va ko'z tegishidan saqlanish uchun o'qiladigan narsalardandir. Sehrlanib qolganlik va ko'z tekkanlik alomatlari quyidagicha. Kishining a'zolari sog' bo'la turib, boshining u yeri og'risa, yuzi sarg'aysa, ko'p terlasa va ko'p siysa, ishtahasi yo'qolsa, yuragi bejo bo'lsa, belining va ikki kuragining pastida og'riq bo'lsa, uzrsiz xafalik va yurak siqilishi bo'lsa, unga sehr yoki ko'z tekkan bo'ladi. Shuningdek, bekordan bekorga xavfsirayversa, achchig'i chiqaversa, odamlarga qo'shilgisi kelmay qolsa, dangasi bo'lib qolsa, uyqusi kelaversa, qo'yingki, tibbiyotga oid bo'lmagan holatlarga uchrasa, unga sehr yoki ko'z tekkan bo'ladi. Musulmon odamning iymoni va qalbi kuchli bo'lib, vasvasaga yo'l qo'ymasligi lozim. Buva, siz shu yo'llar bilan yengganmisiz? Qizim, tog'ang vasvas bo'lib qolganda, sal qolsa o'lib ketardi. Yaxshiyam ko'p narsani bilaman. Tezda ishga kirishganman. Sening eng katta muammoing o'sha uyda yashashingdir. Agar u uydan ko'chib ketsalaring, sehr kuchi kesiladi. Buni iloji bo'lmasa kerak. Xo'rsinib qo'ydim. Buvim davom etdilar. Sehr qilingan odam ikki xil uslub bilan muolaja qilinadi. Birinchisi, sehrning joyi aniq bo'lsa, uni olib Falaq va Nos suralarini o'qib turib, tugullari yechiladi. So'ngra kuydirib yuboriladi. Ikkinchisi, sehrni o'ziga o'xshash sehr bilan muolaja qilish. Bu haromdir. Uchinchisi, shar'iy dam solish yo'li bilan muolaja qilinadi. Bunda Fotiha, Falaq va Nos suralari yoki payg'ambarimiz alayhissalomdan rivoyat qilingan duolar o'qiladi. To'rtinchisi, sehr qilingan narsa qorinda bo'lsa, ich surish. Boshqa joyda bo'lsa, qon bilan olib bo'shash. Imom Abdurazzoq o'zining Musannaf nomli kitobida sehrning muolajasi haqida quyidagi ma'noni keltirgan. Sidirning bargidan 7 ta olinadi. Ularni 2 toshning orasiga olib tuyuladi. Unga Kofirun, Ixlos, Falaq va Nas suralari 3 marta o'qiladi. So'ngra suvga solib ichiladi va g'usl qilinadi. Alloh shifo berguncha takror qilinadi. Dam solishning shartlaridan biri Allohning ismlari va sifatlari hamda rivoyat qilingan duolar bilan bo'lishidir. Dam soluvchi taqvodor, ahli solih musulmon bo'lishi kerak. U qanchalar taqvodor bo'lsa, ta'siri shuncha kuchli bo'ladi. Dam soldiruvchi kishi ahli solih mu'min bo'lishi kerak. Dam soldiruvchi kishi shifoni ixlos bilan Alloh taoloning o'zidan so'rashi lozim. Shifo bo'lmayapti deb shoshilmasligi kerak. Sehrgarlar odamlarni o'ziga ishontirish uchun taqvodor bo'lib ko'rinishga harakat qiladilar. Buning uchun ular namoz o'qishlari, zikr qilishlari va boshqa odamlarni jalb qiladigan ishlarni amalga oshirishlari kerak. Sehrgarlar ba'zi kiyimlarni yoki kiyim parchalarini keltirishni so'raydilar. Sehrgarlar ma'lum sifatga ega hayvon keltirishni so'raydilar. Ularni jinlarga atab so'yishlari yoki qonini bemorga surtishlari mumkin. Bu ham sehrgarlikning alomati. Sehrgarlar ma'nosini tushunib bo'lmaydigan tilsim va shakllarni chizadilar.
Sehrgarlar bemorga to'rtburchak shakllar ichiga turli harflar va raqamlar yozilgan varaqlar berishadi. Sehrgarlar bemorlarni odamlarga aralashmay, ma'lum muddat alohida xonada yashashga amr qilishadi va hokazolar. O'sha kuni buvimni uyidan o'zimga ishonch bilan qaytdim. Endi o'ta ehtiyotkor bo'lishim shart. Keyin o'ylab qoldim. Men o'zgaribman. Avvalgi qo'rqoq qiz qaygadir berkinibdi. Muroddan qo'rqib turardim. Balki uni asli ichida yaxshi inson yashayotgani uchun qo'rqmay qo'ydimmi? Ertasiga Murod bilan yuzlashmoqchi bo'ldim. U ishdan qaytgach, men imkon qadar yumshoqroq gapirdim. Murod, onangiz yaqinda biron kimsa bilan ko'rishdimi? Yoki kimnidir uyiga borganini sezganmisiz? U menga shubha bilan qaradi. Nima deyapsan o'zi? Men faqat shunchaki so'rayapman. Biron marta daraxt tagida biror tugun ko'rganmisiz? Daraxt tagimi? Yana nimani boshlading? Dedi u jig'ibiyron bo'lib. Zaynab, senga nima bo'lyapti o'zi? Har kuni bir xil g'alati gap, bir g'alati xayollarda yurasan. Endi onamga o'tdingmi? U ketib qoldi. Ichimdan esa alam va vulqondek portlashga shay. Endi yolg'izman. Murod ham menga ishonmayapti. Bekor aytdimmi yoki? Shu kuni tushdan so'ng Mashhura opa yana keldi. Men uni ichkariga taklif qildim. U menga nimadandir xavotirlangan nigoh bilan qaradi. Qizim, kecha men yana o'sha mashinani ko'rdim. Lekin bu safar ichidan bir kampir tushdi. Juda notanish va qo'rqinchli edi. Daraxt tagiga yaqinlashdi. Qaynonang ham chiqdi. So'ngra u yerda nimanidir kavlab, yana o'zidan biror nimalarni qo'yishdi. Kampir, dedim yuragim siqilib. Ha qizim, sen kimlar bilan yashayotganingni bilmayapsan shekilli. Siz avval ham sezardingizmi? Sezardim, lekin men ham Nuriyadan cho'chiyman. Ko'chada nogoh ko'rib qolsam, uyga kelib mazam qochadi. Seni oldinga ham u yo'q vaqtda kelib ketaman. Men o'ylanib qoldim. Sezgan faqat men emas. Nega qaynotam va Murod bilishmaydi? Yoki shunchalik ko'zlari bog'lab tashlanganmi? O'sha oqshom ovqatlanib o'tirganimizda qaynonamning telefoniga xat keldi. U telefonga ko'z yugurtirib, xonadan chiqib ketdi.